Mana Farhodni Navoiy shahrimizda Farhod madaniyat saroyini orqasidagi parkni remont qilishyapti. Nasib bo'lsa, yangi berilani asfalt qiladimi yoki bruschatka qilishadimi, chiroyli qilib ta'mirlashadi. Nasib bo'lsa, chiroyli joylarda kelib mana issiq havolarda dam olib o'tiramiz. Nasib bo'lsa, shu borada sizlarga bitta kulgili voqea aytib bermoqchiman. Bir kuni ishxonamizga bordikda ertalabdan qarasak, orqa ko'chani yangi asfalt qilib ketishgan ekanda. Keyin bir sherigim keldida, "Voy, mana bu yerlarni beton qilibdi-ku, yangi beton qilibdi-ku" desa, men uni gapini to'g'rilamoqchi bo'lib, noto'g'ri gapirding deb, beton qilmagan, sement qilgan debman. Aslida o'rda yangi asfalt qilib ketgan bo'lgan. Shu yoshingiz katta bo'laverdi-ki, adashib, mana shunaqa so'zlarni adashib gapiradigan bo'lib qolasiz. Onam rahmatli ham bizani chaqirmoqchi bo'lishsa, hamma opamlarni otini aytib chiqardi. Salima, Gulandor, Gavhar deb chiqardi. Shunaqa yoshingiz katta bo'laverdi-ki, 50 dan oshib yurdingiz, shunaqa gaplarni gapirib qolar ekansiz. Sog' bo'linglar.